Doktor ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت ئىككى ئۇنۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىلىرىغا ئۇيغۇرلار ھەققىدە لېكسىيە بەردى. 4-dekabir doktor ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت Şveysariyaning Lozan Üniversitesi ve Cenve Üniversitesi'nin o'quvchilariga Uyg'urlar haqida leksiya bergan bo'lib, bu leksiya Xitoy virusi sababidan internet orqali berilgan bo'lib, leksiyaga 100 dan ortiq o'quvchi va tadqiqotchilar qatnashgan. Abdüşükür Efendi dokladda Uyg'urlarning o'tmishi, tarixi, yashagan tuproqlari va Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixi, hozirgi ahvol haqida tafsili so'zlab o'tgan. Doklad yana vatanimizning yer ko'lami, jo'grafiyasi, nufusi, yer osti boyliklari, millatimizning urf-odatlari tunishtirilgan. Uningdan sirt Sharq Turkistonning 1949-yili ishg'ol qilinishi va uning oldi keyindagi Uyg'urlarning taqdiriga ta'sir ko'rsatgan dunyoning siyosiy vaziyati haqida tafsili tushuntirilgan bo'lib, Xitoyning qanday vaziyatda Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligi, Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishi va ishg'ol qilingandan keyin Xitoyning hilmikrlari, siyosatlari bilan Uyg'urlarni qanday kontrol qilganligi va assimilyatsiya qilish uchun yurgizgan siyosatlari so'zlab o'tilgan. U yana hozir 3 milliondan ortiq Uyg'urning Xitoy jazo lagerlarida ekanligini, Xitoyning Xi Jinping hukumati davrida ochiqdan-ochiq Uyg'urlarni qirg'in qilish, yo'q qilish maqsad qilganligi haqida tafsili to'xtalgan. Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida andish qilgan davlatlarning Uyg'urlar haqida xalqaro sahnalarda qilayotgan faoliyatlari, bu haqda Uyg'urlarni qo'llagan va Xitoyning bu siyosatini to'xtatish uchun chaqiriq qilgan davlatlar bilan Xitoy tarafdorlari davlatlarining ahvoli, Xitoyning bir yo'l bir belbog' planining orqasidagi qarin niyatini tafsili tunishtirgan. Leksiyaning oxirida tadqiqotchilar va o'quvchilar o'zlari qiziqqan nuqtalarda Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida savollar so'rgan bo'lib, asosli biz Uyg'urlar uchun nima qila olamiz va nima qilishimiz kerak degan nuqtaga yig'inchoqlangan. Amerika Xitoy kompartiyasining 14 mu'avin rəئىسىگە yangi bir növətlik jazo yürgüzgənlikini e'lon qildi. Amerika Davlat ishlari mahkamasi 7-dekabr attiganda bayonot e'lon qilib, Xitoy kompartiyasi xalq qurultiyi doimiy komitetining 14 mu'avin rəئىسىگە jazo yürgüzgənlikini e'lon qildi. Davlat ishlari kotibi Pompeo e'lon qilgan bayonotda mundaq deyildi: bu jazo berilgan kishilar va ularning oila tavobatlarining Amerikaga kelishiga yo'l qo'yilmaydi. Ularning Amerika boshqarish tavallikidagi yoki Amerikaliklarning igidorchiligidagi va kontrolligidagi mol-mulklari to'xtatib qo'yiladi. Amerikaliklarning ular bilan savdo aloqa qilishi cheklanadi. Amerika ittifoqdoshlari va sheriklari bilan davomli hamkorlashib, Xitoyning Hong Kongning avtonomiya va'dasiga buzg'unchilik qilganlik uchun mas'uliyatini surishti qiladi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brishmo Amerikaning bu ishga qarata texnik ko'p tadbir qilinadiganligini aytdi. Kişilik hüquq közütiş təşkilatı Xitay hükümetining Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga olganligi to'g'risida to'xtaldi. Kişilik hüquq tekshirish tashkiloti Xitoy hukumatini Sharq Turkistondagi musulmonlarni ilg'or texnika qo'llanib siyosiy jihatdan besim ishlatganligi va buyuk uchur programmasi bilan Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga olganligi uchun tanqid qildi. Sharq Turkistonning Aqsu viloyatida qo'lga ilingan 2 mingdan ko'p kishilarning tizimlikini qo'lga tushirganligini e'lon qilingan xabarda Birlashma o'rtaq mashg'ulot programmasi nomli buyuk uchur programmasining tizimlikdagi kishilarni qo'lga ilish obyekti qilganligini va mas'ul kishilarning bu tizimlikka asosan kishilarni siyosiy o'rganish lagerlariga avatganligini qayd qildi. Xabarda yana Birlashma o'rtaq mashg'ulot programmasi Sharq Turkistondagi har xil uchur to'plash axborotlaridan foydalanib, kishilar haqida uchur yiqqanligi va yoshirin tahdid deb faraz qilingan. Kishilarning tizimlikini mas'ul xodimlarga avatganligi, Xitoy doiralarining bo'lsa bu kishilarni siyosiy o'rganish lagerlariga qamganligi bayon qilindi. Shveysariyaning Zurix shahrida lagerdagi Uyg'urlarning rasmi esildi. Shveysariyadagi xalqaroliq al-Roy tashkiloti kompakis bugun Shveysariyaning Zurix shahrining markazidagi poyezd stansiyasi atrofida Shveysariyaning eng chong dunyoviy bankasi bo'lgan Shveysariya Birlashma bankasining qarshi tarafidagi binoga 20 metr uzunlikdagi mashhur lager rasmini esish orqali bu bankning Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatishga chaqiriq qildi. Shveysariya Birlashma bankasining Xitoyning Hikvision guruhi bilan uzun yillik savdo munosabati bor. Hikvision Uyg'urlarni nazorat qilish texnikasi bilan ta'minlaydi. Xalqaro jamiyatning tanqidlariga va Amerikaning Hikvision qaratgan jazolarga qaramay, bu banka davomli savdo munosabatini saqlab keldi. Bu yil iyunda tahdidga uchragan xalq jamiyati allaqachon bu banka ustidan ariz sundi. Yakshanba kuni Kompaks jamiyati bu bankaga besimni kuchaytirish iltimosini sundi.
Shuningdan umid kutishga bo'ladi-ki, bugungi harakat bu bankga bizning ulardan nima talab qilayotganligimizni oydinlashtirdi. Shveysariya Birlashma Bankasining Hikvision bilan hamkorlik munosabatini to'xtatishi Hikvisionni iqtisodiy boyliqdan mahrum qilib qolmay, boshqa mablag' solg'uvchilar va Xitoy hukumatiga aniq signal berdi. Yevropa ittifoqi adovatlarni tugatib, Amerika bilan qo'l tutishib Xitoyga taqobil turish taklifini berdi. Maliya vaqti gazetining xabar qilishicha, Yevropa ittifoqi Amerikaga ittifoq qurib, Xitoy xirisiga taqobil turish taklifini berdi. Yer shari o'zgarishi duch kelayotgan Yevropa-Amerika yangi masalasi temasidagi taklif loyihasida Yevropa bilan Amerikaning adovatlarini tugatishi lozimligi o'tirib qo'yilgan. Yevropa ittifoqi Amerikani umrda bir keladigan birlashish fursatini ching tutib, bir yangi yer shari ittifoqi qurib chiqib, Xitoy shakllantirgan strategiyalik xirisiga taqobil turish taklifini berdi. Hamkorlik turlari elektronlik o'lchamlarni qiliblashtırishdan tartib, Xitoy virusi va o'rmonliqlarning buzilib ketishiga taqobil turishqicha bo'lgan hamma mazmunlarni o'z ichiga oladi. Taklif loyihasida agar demokratik dunyo o'z manfaatini qo'g'dab, hokim mutlaq kuch va ichvitilgan jamiyatimizdan foydalanib, yipiq iqtisodimizga erishib olishga taqobil turishga ehtiyojli bo'lsa, undaqda Yevropa ittifoqi bilan Amerikaning hamkorligi cho'qim qaytadan qurilishi va davomlashishi kerakligi o'tirib qo'yilgan. Chet elning sezgir mablag'larini kuzatishga, hakkerlik harakatlarga taqobil turishga chaqiriq qildi. Shundaqla ikki tarafni hamkorlashib, Xitoy virusi vaksinasini taraqqiy qildirishga va keng tarqatishga hamda birlikda dunyo sayya tashkilotini qaytadan qurib chiqishga murojaat qildi. Amerika Uyg'urlari 10-dekabr xalqaro inson haqlari xotira kunini tabrikladi. 10-dekabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bekitilgan xalqaro inson haqlari kunidir. Bu yil dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar qizg'inlik bilan bu muhim kunni xotirlagan bo'lib, Amerika Uyg'urlari bu kunni o'zgacha usul bilan xotirladi. Amerika Uyg'ur birlashmasi tashkillagan va dunyo Yahudi tashkilotlari ondan ortiq davlatda planlagan namoyishdan biri bo'lgan Kechki Uyg'ur kirisini yoritish poytaxt Washington Lincoln xotira sariya oldida ma'nilik oldi o'tkazildi. Vaqt kech, havo sovuq, arliq yiroq bo'lsa-mu, Virginiya Uyg'ur jamoati Uyg'ur inson haqlari qurilish idora a'zolari jam bo'ldi. Bir Uyg'ur yosh Tailandda 1 yil tutib turilgandan keyin Amerikaga keldi. Uyg'ur inson haqlari qurilishi direktori Ömer Qanat apandining Uyg'ur agentligiga bildirishicha, 10-dekabr Amerika Tashqi ishlar ministrligi munosabatli bilimlarning tirishchanligi bilan Tailandda 1 yildan ortiq tutib turilgan va Xitoyga qaytarilish jiddiy xavfi bo'lgan Uyg'ur yosh Washington vaqti 10-dekabr tushdan keyin Amerikaga yetib kelgan. Ömer Qanat apandimning bildirishicha, bu Amerika hukumatining hayot xavfga duch kelgan Uyg'urlarni qutuldirish yordamida prinsipal ishkanligini ko'rsatgan. Avstraliyalik Uyg'ur Sadam Abdusalam ayoli va o'g'li bilan jam bo'ldi. 10-dekabr Avstraliyalik Uyg'ur Sadam Abdusalam ayoli Nadira Ömer va hozirgacha ko'rishib boqmagan 3 yoshli o'g'li Lutfi Sidney aeroportida uchrashib, bir oylik kishilari jam bo'ldi. 2017-yili Xitoy doiralari Abdusalamning ayoli Nadira Ömer va o'g'lining pasportini tartib etish bilan Urumchidan ayrilishini cheklagan bo'lib, Sadamning Avstraliyadagi harakatlari bilan uning oilasi bilan jam bo'lish masalasi Avstraliyadagi eng jiddiy inson haqlari masalasiga aylangan. 2020-yili fevralda Xitoyning Avstraliyadagi mu'aviin bosh konsuli Avstraliya televiziya kanalida Sadamning ayoli Shinjongdan ayrilishni xohlamadi degandan keyin Nadira Ömer darhol yo'ldoshiga men ayrilishni va yo'ldishim bilan jam bo'lishni xohlayman deb plakat bilan suratga tushib yo'ldoshiga undidar orqali avatgandan keyin Xitoy diplomatiyasi Avstraliyada yana bir qatam mat bo'lgan. Avstraliya hükümeti ve tashqi ishlar ministri ko'p qatim Xitoy hukumatini Sadamning oilasi bilan jam bo'lishga ruxsat qilishni talab qilgan. İnsan haqlarini kuzatish tashkiloti Avstraliya mas'uli Sofiya Maknil mundaq yozgan: "Hech qanday adolatsizlik mangu davomlasha olmaydi. Kishilar hamisha osonla voz kechadi. Chunki buning jafosi yomon, bak qiyin, bak azobliq va ufq qazinish nihoyat tez. Biroq Sadamning jam bo'lishi mening ko'rishimni texnik uzun davomlashtirdi. Sadamning hikoyasi minglagan Uyg'urlarning baxt ko'z yoshiga sabab bo'lgan ta'sirli kurash hikoyasi.
uning Avstraliya fuqarosi bo'lganligi sababidan emas, balki bir oila kishilari yangi tug'ilgan bir guvoh bilan bo'lgan munosabatining davlat mediyasi orqali siyosatchilarga ta'sir ko'rsatish bilan aloqador. Saddamning izchil bel qo'yib etmasligimi intayin muhim. Ammo shuni eslash kerakki, Avstraliya g'arb davlati. U Xitoyga Uyg'ur masalasida izchil bisim tushirib kelmoqda. Bu qitimliq masala Uyg'urning tirishchanligi, davlatning yordami, medianing ta'siri orqali amalga oshgan bir ona va bir farzandni qutqizish harakati bo'lib hisoblanadi. Fransiyaning dаңlıq futbol cho'lpini Antoni Griezmann Uyg'urlar uchun Huawei bilan to'xtamini bekor qildi. Fransiyalik futbol cho'lpini Antoni Griezmann 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kunida Uyg'urlarni qo'llash sababli Xitoyning aloqa shirkati Huawei bilan bo'lgan e'lon to'xtamini bekor qilganligini e'lon qildi. U bugun Instagramda munolarni yozdi. Huawei'ning chiroy tonish texnikasi orqali Uyg'ur ogohlantirish app detaliga to'pib qo'shganlik xabarlarining tarqalishi bilan men bu shirkat bilan bo'lgan barliq to'xtamlarimning bekor qilinganligini jakarlayman. Gollandiya hükümeti Gollandiya korxonalarining Xitoydan butunlay chekinishiga qo'shildi. Gollandiya hükümeti Gollandiya korxonalarining Xitoydan butunlay chekinishiga qo'shildi. Chunki bir qancha kun avval parlamentda Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondimiz Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi bilan munosabatli bo'lgan mahsulotlarning Gollandiya bozorlarida sotilayotganligi, Gollandiya korxonalarining Xitoy bilan aloqasida Uyg'urlarning kishilik huquq dafsandichiligiga chetilish ehtimolligi borligi haqida munozara bo'lgan. Va bu munozaraga Gollandiyaning Xitoy bilan hamkorligi bo'lgan ikki korxonaning rahbarlari qatnashgan bo'lib, munozarada o'tirg'i qo'yilgan sizlarning Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqanglarda Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi bilan munosabatli ahvollarning borligidan xabaringlar bormi deb so'ralganda, bu korxonalar biz bu jihatda haqiqatni bilishga amalsiz deb javob bergan edi. Shuningdek keyin Gollandiyadagi 5 cho'ng partiyaning o'rtaq qo'llashi bilan Gollandiya hukumatiga sunilgan tekst rasmiy tasdiqlangan. Bu Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun ilingan Yevropadagi cho'ng bir qadam. Yevropadagi boshqa davlatlarning Gollandiyadan o'rnak olishiga tilakdoshmiz. Yaponiyaning Zishi shahrida Uyg'urlar to'g'risida rasmiy ko'rgazmasi o'tkazildi. 11-12-13 oktyabr Yaponiya Kanagawa өлкәсенең Zishi shahrida Uyg'urlarga oid rasmiy ko'rgazmasi o'tkazildi. Bu ko'rgazmani Zishi shaharlik parlament boshlig'i Mariyama Apandim bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyati birlashib o'rlashtirgan. Bu ko'rgazmada Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, Sharq Turkistonning jo'grafiyasi, boyliklari, shundaqla Sharq Turkistonliklarning Xitoy ishg'oliyatida uchragan zulmlar gavdalantirilgan. Bu ko'rgazmaga necha yuzlagan yaponliklar qatnashdi. Rasmlarga yaxshi baholarni berdi ham Uyg'urlarga eslashni bildirdi. Yaponiyaning gazetlarida bu to'g'risida xabar berildi.